Mana biz o'tganlar. Assalomu alaykum do'stlar. Mashabikni biz o'tdik. Nejdekilarni qildirib ketdi turman. Mana. Düşüyoruz mana. Terekmeyle yan havada. Şuna müyyan zor bo'lib qoptiri. O'ziga joqdi ish qilib. Mana aka kukuni bil. Bu plastik da. Qanchadan dedi? 7.000, 8.000 dolar. Fakat şimdi harbi istermi demesi mi? Sen oxirgi senanga to'xtaganda menga telefon qilgin. Var mı vatan? Bor. Sen oxirgi to'xtamga kel. Mana foto qo'yamiz. Voy. Dot tegizversin, ey. Mana jaylo. Materiali. Qog'oz emas bu, materiali mana. Tus o'zgarmaydi. Mana. Nima emas? Kollektorlar. Mana. Beni avtomat uçuk şekliga kumlayatır cinto. Mana dostlar. Kumlayatır cinto. Ama o kraska mana. Nari kraska bilan endi bu kraskani solishtirib ko'ring-da. Markaning bunday yog'i aboyda
Mana do'stlar, manday yerga mana koridorlar. Bu kraskasi, bunu oldingi videomizda kraskasi toza kraska. 35 ming 40 ming so'mlik kraska bu. Bular yengil kraska. Zato yaxshigina bo'lgan, yomon emas. Zo'r chiqqan. Mana ko'rdingizmi? Tegiz stadion skromliydi. Traktor qo'yilgan, onalar qo'yilgan. Hani eshiklarga ham 3 tane oshiq qo'yilgan bularga. Hani eshiklarga ham 3 tane oshiq qo'yilgan bularga. Eshiklarga ham shu 3 tane oshiq. Ana laminatları. O haşı kollektor toplanıp turgan yeri mana. Kollektor donlarını boplapsın ha? Mana natijnoy. Moldağı natijnoy. Moldinda просто figür veriliyor mana. Gördünüz? Mana moldinda. Mo pardelin oraya yerim. Ana dostlar. Mana traktörü. Gördünüz mü? Nima ne? Güzgün вообще açıptır. Kirgen yedi. Padol bastı. Padol. Padol bölünmemiş ya da sıvı. Ya sıvı. Padollar bize gel. Yaman saldın. Gel yuvalı yok öyle yani. O nasıl oldu? Dostlar mana düşe oydu ben şeyge toplayıp aldık mana. Niş bakıyorsun abi. Gördünüz mü mana? Ne olmuş istesin? Çok kelimeleri sevgili beraber Şamile onunla var. Tonlu külüç vergemiz bu. Kuruk üydü. Kuruk üydü. Biz tonlu külüçünü verdik. Tonlu verdi. Hiç nesesi yoktu. Biz tonlu külüç verdik. Bizdeki paroydan tartıp toplayıp al, bu klastik'e hamasını biz verdik. Hazengi külüç verdik. Hemen lesin seçiyoruz gelirdi. Gördünüz mü? Mana. Ama ular iki ateşin tobuğu ama sırtı kraska bu. Aboy tolka mı patologtu mu çekesi işleyin. Kalan yeriga aboy iştelbegen. Mana. Molarga ham aboy iştelbegen. To'g'ri dedi ularga. Tolka mı patolog çekeleriga shularga. Molar ichiga ateşin to'sh ishtelgan. Pastan 30, deveden 30. Alesisi içket yerdikini rombik bulup çıkkan ben. Splashno. O deveden. Ana. Ha, TV'nin katalogu. Mana gördünüz mü? O neyden bir göstereyim sizlerge. Dostlar. Mayayla. Mana TV'nin katalogu. Gördünüz mü? Maşinde. Malum yönetimini resim sadece ölçüp getirdi. Mevzum aytam haş. O etken aytganmi? Bir bölüm var. Aş bölümünü ölçüp kelgin degan edim.
Nakonechniy. Bu yoqdan kelgan ko'k. Konechniyni to'xtagan yerini ko'rginglar mana. Вообще zo'r chiqdi. Qarlar. Bunday bo'lgan mana. Bu obyektimiz mana. Do'stlar, ko'ringlar mi? Endi xolasiz tishki travertiniga tushamiz. Tishki travertiniga. Bunlardan kelgancha burchaklarni ad-dushi qilib chiqaraveringlar do'stlar. Po'chti burchaklarni hozirlarga bir narsani ko'rsatib o'tkazayim-da. Do'stlar, po'chti o'rnini iloji boricha tegiz qilinglar. Mana qilib ilon bo'lib ketmasin. Taylari ochilib qolsin. Usta ketgandan keyin ochilib qoladi do'stlar. Uyning bu burchlarini mana yerga cho'ntak vositalar mana shunday po'k bor. Ko'rdinglarmi? Pastidan yopishgan mayli. Qayrilgan po'k bor. Tegiz qilib ketaveringlar do'stlar. Mana do'stlar. Iloji boricha mashinalarga lazer ishlatgilar. Hamma yoqqa lazer ishlatgilar do'stlar. Mana bu tegiz qilinglar. Bu bo'lsa bu ust taraflari ochilib qoladi. Do'stlar, pulni qatirayotganda. Ko'zingizga to'g'ri bo'lib ko'rinaveradi. Ko'p ustalar mashinalarga e'tibor bermaydi. Keyin u usti ochilib qoladi. Ilon bo'lib ketadi. Mashina pravilari to'g'rilab, u tevani pravilari to'g'rilag'ala. Ana shunda po'kam to'g'ri o'tiradi. Mor rezinka emas, bunday qayrilgani. Qatirganingizdan keyin u ust tarafi ochilib qoladi. Ust taraf. Mashina bilan mayerga e'tibor beringlar do'stlar. Qo'ldan o'tdagisiga tiqilib ketmayglar. Plyuslarni qaranglar. Taylari ham ochilib qolgan. Ust tarafi ham ochilib qolgan mana. O'shalarga e'tibor berginglar do'stlar. Qo'ldan o'tdagisiga tiqilib ketmasdan. Do'stlar. O'n chekiz. Dual tegiz bo'lsa, tegiz yotadi do'stlar. Ko'p yerda o'shalarga e'tibor bermaydi do'stlar. Mana qayerlarni ko'rdingizmi? Eshiklarni qirqilganini. Mana mo po'k tugaydi, tugagan konechniyni qaranglar mana. Do'stlar. Konechniyga ham e'tibor beringlar do'stlar. Bunlardan kelgancha tegiz qilib chiqaraveringlar do'stlar. Mayli tinch bo'linglar. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bo'ptir mayli do'stlar.